Toshkentda havosidan noliyab turgan akalarimiz uchun maxsus reportaj. Kaliforniyada akalar mana sizlar o'sha havas qilyapti turgan Amerikadagi havoni holati. Bitta mana shu yerda qanaqadir bir rezinka ishlab chiqaradigan, qanaqa rezinka ekan bilmayman, zavodi bor va ashundan chiqyapti turgan tutun. Telefonimda ana AQI degan havo indeksi bor, ashu 3,5 ming ko'rsatyapti. Jala ujishlar uchun makonda bu. Men qarayman, men oralarida yugurib jipers chiqib balonimga pichog'ini otib meni osmonga uchirib kallam uzib ketsa edi. Nafas olish esimdan chiqib qopti. Aynayda tushirib ketdi deyman desam, tashqarida zaharli gaz, nafas olmayapti, bosh og'riyapti. Yopib ketdi deyman desam, orqada sherigim ammiak bilan kislotani aralashtirilgan holatda o'lim gazini ishlab chiqaryapti. O'pkami yarimi ishlamay ham qoldi bilib. Tip-top to the tulips with me. Nardadir xayolni o'tdi, Xudoga shukr. Amerikada ham havo yaxshi emas ekan, endi tinchgina uxlasak bo'lar ekan.